Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala bizni adam balalarin yer yuzuna keltirib, bizni yer yuzunda tikmagini eshitmaganin o'zining Qur'oni Karim oyatlari osha anglata. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karim oyatlarining birisida bizga shunday xabar yetkazadi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah subhanahu wa ta'ala shu oyat karimada Tabarak surasining 2-oyatida bizga shunday xabarni yetkazadi. O'limni ham yer yuzuna keluvingizni, yer yuzundagi yashayishingizni tikmagina bar qilmadim, sizni sinar uchun bar qildim. Shu yer yuzundagi turmushingizni olib borgan vaqtingizda har bir mezgilda sinalib turasiz deb aytadi Alloh subhanahu va taolo. Ham bu so'zlarga e'tibor bilan qarasak, biz bu so'zlarning durust bo'lganini anglay olamiz. Kichkinagina bola, sobiy, ali bu dunyoga kelgan vaqtidan boshlab, birinchi mezgillaridan boshlab bir sinovga duchor bo'ladi. Sinovga tushadi. Yig'lay, qabalana, yerga tili, yerga irani, siylashirga irani, ham shulay tirib o'zining turmushini olib boradi. Alloh subhanahu va taolo bizga sinovlarni berib turadi. Lekin shu sinovlar barabarida Alloh subhanahu va taolo bizga tag'in bir mumkinlik beradi. O'zining rizolig'iga erishirga, Rabbimizning rahmatine erishib, mangilik turmushimizda, mangilik boqiylik hayotimizda Alloh taolaning rahmatida, ya'ni jannatlarda bo'larga mumkinlik bor. Lekin aning uchun albatta Alloh subhanahu va taolaning amr buyruqlarini erishga kerak. Alloh subhanahu va taolo shu oyat karimada davom etganda shunday so'zlar aytadi. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan va huval azizul ghafur. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bizni yer yuzuna bar qildi. Bizga yashayish berdi. Bizga yer yuzundagi turmushimizni berdi-da, ham shu vaqtda bizni sinay. Narsa bilan sinay deganda izgi amal bilan. Kimda kim izgi amal qiladi? Kimda kim nosharlikdan voz kecha? Kimda kim yovuzlikni, nosharlikni, buzuqlikni ko'rib, shundan yiroq turishga tirishadi. Alloh subhanahu va taolo bizni yer yuzuna bar qilib, shu vaqtda bizga bir dushmanni da bar qildi. Ulda bo'lsa iblis, shayton. Adam bolasin to'g'ri yo'ldan ozdirishga tirishuvchi. Alloh subhanahu va taologa hattoki va'da berib aytdiki, qiyomatgacha qadar menga bir mumkinlik ber. Adam alayhissalomning zurriyatin, aning bolalarin to'g'ri yo'ldan ozdirishga tirishing. To'g'ri yo'ldan ozdirish uchun o'zimdan kelganini ishlayim deb aytdi. Ham Alloh subhanahu va taologa shu so'zlar bilan murojaat etgandan so'ng Rabbimiz ani qiyomatgacha qadar qoldirdi. Amma lekin mening to'g'ri qillarim, mening suyukli qillarim, menga berilib, topshirilib, tavakkal qilib yashagan qillarimni ixlos ko'ngildan amal ibodatlarin, ixlos ko'ngildan imonlarini saqlagan bandalarimni to'g'ri yo'ldan ozdira olmassan deb aytadi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni to'g'ri yo'lda bo'luvimiz, izgi amallar qiluvimiz, noshar, yovuz amallarimizni ko'rib, tanib, shulardan voz kechirga tirishuvimiz. Chunki adam bolasi zaif bo'laraq bar qilingan. Alloh subhanahu va taolo bu to'g'rida Qur'oni Karimda shulay deb aytadi. Va xuliqal insana za'ifa. Ya'ni adam bolasi zaif bo'laraq bar qilingan. Zaif, ya'ni kimchiligida bo'larga mumkin, gunohga da kirishib ketirga mumkin. Amma lekin shu vaqtda gunohlarin, kimchiliklarini tanisa, o'kinsa, gunoh kimchiliklarini qoldirishga tirishsa, Alloh subhanahu va taolaga murojaat etib, tavba istig'forlar qilsa, g'afu o'tinsa, shu gunohlarimni, kimchiliklarimni qoldirib, xayrli turmushlar davom etirga nasib deb menga murojaat etsa, men ularni g'afu etarman deb aytadi Alloh subhanahu va taolo. Shunga ko'ra adam bolasini albatta o'zining kimchiliklarini, gunohlarin, yolg'izliklarini tuzatib, turmush olib borishga tirishu kerak. Aning uchun albatta o'zining yordamchilari da bor. Alloh subhanahu va taolo mu'min musulmonlarga o'zining suyukli qillarini, tegishli amallarini farz qildi. Ya'ni farz qilingan amallar ulda bo'lsa, Rabbimizga murojaat etib, Rabbimizga yo'nalib, Rabbimizga qo'lsholik ko'rsatadigan amallardan. Shularning birisi bo'lib turgani namoz. Hattoki Alloh subhanahu va taolo namoz to'g'risida shunday so'zlar aytadiki, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Ya'ni namoz degan amal ibodat. 5 vaqt qilinadigan namozlarimiz bizga Alloh subhanahu va taolaning amri bo'laraq ta'kidladi. Ham shu vaqtda adam bolalarin nosharlikdan, buzuqlikdan,
фәхишлектән саклый торган гамәлләрнең берсе дип әйтә Раббыбыз шушы аят кәримәдә. Ягъни гамәл гыйбадәтләр кылып, Аллаһ Тәала кушканнарны үтәп, үзебезне сакларга бер мөмкинлегебез бар. Аллаһ Субханаһу ва Тәаланың рәхмәтенә ирешер өчен безгә менә дигән бер форсатлар килеп җитә. Аллаһ Субханаһу ва Тәаләгә юнәлү кирәк. Гамәл гыйбадәтләребезне, изелекләребезне арттырып, тормыш алып бару кирәк. Һәм шул ук вакытта, әлбәттә, кимчелекләребез, гөнаһларыбыз бар икәнен онытмыйчы, шулардан тәүбә истигъфар кылып, шуларны калдырырга ниятляп, Раббыбызга мөрәҗәгать итү кирәк. Раббыбызга кулчылык күрсәтү кирәк. Чөнки кулчылык ул да булса шулай ук адәм балаларының төп максаты. Аллаһ Субханаһу ва Тәала бу мәсьәләне дә шулай ук Коръәни Кәрим аятларының берсендә безгә шулай итеп белдерә. Ва ма халактул джинна вал инс илля лиябудун. Җиннәрне һәм адәм балаларын хикмәгә генә бар кылмадым дип әйтә Аллаһ Субханаһу ва Тәала. Ни өчен бар кылдым дигәндә, миңа кулчылык кылсыннар, миңа кулчылык күрсәтсеннәр, гамәл гыйбадәтләре белән миңа мөрәҗәгать итсеннәр дип әйтә Аллаһ Субханаһу ва Тәала. Без дә Раббыбызның сүзләренә ияреп, үзебезне төзәтеп, кимчелекләребезне, ялгышлыкларыбызны төзәтеп, тормыш алып барырга тырышыйк. Аллаһ Тәаланың әмерләренә ияреп, буйсынып, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям күрсәткән юлдан тайпылмыйча тормыш алып барырга тырышыйк. Раббыбыз һәммәбезгә дә үзенең рәхмәтендә булып, тормыш алып барырга насыйп итсен. Раббана атина фид дунья хасанату ва фил ахирати хасанату ва қина газабан нар. Аллаһу акбар.